Yangi video bu lekin chiqishi mumkin. Voy boshla. Boshlansa endi bu. Voy 2 minut bor ekan. Voy. Adashib ketdim. Hozir o'ynab qilsam. Kesiz. Bugun jumagada shu ana kunda bo'lyapman. Yaxshi. Ko'rinyaptimi? Chat ko'rinyaptimi? Chat. Ko'rinyaptimi? Kim ko'rinyapti bo'lsa. Oyga chiqib ko'rish shekilli. Qolgan kun bo'lyapti. Quvvatlicha. Mikrofon menda bor. Mikrofon. Negatifler negatifler vaktini Bola. Bola, короче, ana. Biz o'ynaymiz o'yinni. Yaxshi. Biladigan bo'lsa yaxshi. Qandoq yaxshi. Короче, biz mana yo'q qilamiz. Mana ketdik. Yugar. Yaxshi. Beautiful. No. Tamam, bu. Defter boshlat. Hozir boshlanishi kerak. Zo'r, hammasi zo'r. Bola, qaytdim. Ovozim o'chib qoldi, mikrofonim. Kechirasizlar. Voy. 167 ekanmiz. Bizning nomer 167. Qoyil. Gapirmasa ham bo'ladi.
Bola ikkilasini qo'limga taqib olaman, qo'limga. 2 minut bo'ldi, 5 minut bo'ldi. Kecha boshlansa sizlar o'yinni ko'rsanglar. O'yin boshlanadimi? O'chib qopti yana, izlasizlar. Yaxshi. Va X bosmadim, kechirasizlar. O'chib qolmadimi? Net kerak menga. Yaxshi. Bu safar o'xshaydi. Chunki 167-raqamman. Valla mana hozir mikrofonim yoqdim. Bu nimaga qotib qoldi? Hozir kutasizlar shekilli. Qaytib keldim, boshlamadim hali yo'q. Yaxshi. Tez boshlansa sizlar ko'rsanglar bu o'yinni tez. Men tez ana videoni tugataman. Keyin meni qo'yish bor hali. Qo'yishonsan. Qiyin joylari ham bor-da, lekin Minecraft qachon chiqadi? Minecraft ertaga chiqadi. Ovozim baland eshitilib ketyapti. Bo'ldimi? Hamti qo'yamiz. Yetadimi? Yaxshi yetadi. Hamti qo'yamiz hamtiga. Yaxshi yetadi. Yusuf qo'yiraman mayli. O'yin boshlanmaydi. Sizlar bilan gaplashamiz. Короче, Minecraft ertaga chiqadi. Minecraft videosi ertaga chiqadi. Keng savolinglar. Men bir kundan keyin yana qaytaman. To'g'ri. Buni bugun qo'yaman. Ertaga Minecraft olib, ertaga qo'yaman. Ertaga keyin emas, qorong'ida qo'yaman. Men ertalab 9da olaman videoni. Mazza qilib ko'rishinglar uchun 30 minut qilaman. 30 minut yoki 30 sekund shunaqa deyiladi. 30 minut yoki 30 sekund qilaman. Keyin sizlar mazza qilib ko'rasizlar. Keyingi savollar nima? Sizlar menga attis bosmanglar nabarot. Men yangi anuma. YouTuberman. Shunga menga attis bosmanglar. Shundoqmi hech kim pappiz bosmadi. Pappiska bilan like bosinglar iltimos bolalar. Zo'r videolarni chiqishi uchun. Keyingi video.
savol. Durzaga sizlarni olaman. Mana manikim bo'ladi. Shaxsan o'zimni almashtirmayman. Almashtirishim mumkin qachondir. U aytib o'taman. Keyingisi men short qiyin qo'yishim. Qiyin ekan. Bir marta qo'ydim. Lekin rosa ko'p appismas. Ko'rganlarning soni 631 ta. Tasavvur qilinglar. Oddiy bittagina shortsda agar 5 ta qo'ysam, voy. Bir xil obuna bo'ladi. Bir xil like bo'ladi. 5 like ham bosishim mumkin. Lekin men 1000 ta bo'lmoqchiman, 1000 ta. Bu mikrofon oddiy naushnik. Bir xil so'rayapman. Nomofonda 5-qism Darknet 5-qism qachon chiqadi deb so'rayapman namirda. Mana Darknet 5-qism. Darknet 5-qism. Oldin buni ko'ring. Oldin buni ko'rganing Goblin bergan manziliga boramiz. To'g'ri, shu manzilga borishdi. Qachon chiqadi? Ertaga chiqadi. Ertaga 18. Ertaga 18, 20da chiqadi. 20. Soat 20da. Kechqurungidagi. Mana. Keyingi bitta nafasim to'liq qo'ryapti. Keyingi savolga javob. Keyingi savol mana chatga yozishdi. Qala bir balo o'yinlar o'qiydi. Keyingi savol tugadi bo'ldi video. Video 13 yarim bo'ldi. Hammaga xayr.